Salom do'stlar, sizlar bilan men Adil Safarovman. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda biz sizlar bilan zaxira tarkib va asosiy tarkibni birlashtirib ko'ramiz. Yana qaysi jamoa ko'proq gol urarki, hozir bu ko'rib turganingizdek bu tarkibda zaxira tarkib. Hozir bunda biz bitta match o'ynaymiz va keyingi asosiy tarkibda yana bitta match o'ynaymiz. Hozir biz Zvole klubi bilan o'ynaymiz. Bu qaysi biri ko'proq gol urarkidan o'ynaymiz. Qaysi jamoa yaxshiroq va agressiv o'ynashini hozir bilib olamiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, o'yin yana kiritildi. Sizlarga bitta narsani aytishim kerak edi. Aytgancha, 3 ketma-ket omadsiz qizil agentlardan so'ng eng yaxshilardan biri va yosh jamoalarda o'ynaydigan Arda Güler eng yaxshi o'yinchilardan biri tushdi menga do'stlar. Azbek Jiret, ya'ni Azbek hozirgi kanal nomi kirdi unga. Abduqodir esa Arda Güler tushdi. 3 ketma-ket omadsiz futbolchilardan so'ng. Buni bilsangiz kerak do'stlar, kuni kecha Turkiya, ya'ni Arda Gülerning jamoasi Paragvay terma jamoasiga minimal hisobda, ya'ni 1-0 hisobida mundialni tark etdi. Endi burchak to'pi do'stlar. Bu yerda Lamine Yamal to'pni o'yinga kiritadi, ya'ni burchak oladi. Saliba zarba va gol do'stlar. Birinchi hisobdan Saliba birinchi golni o'z hisobiga yozdirib qo'ymoqda. Vitinha pressing qilishga bormoqda. Do'stlar pressing qildi, lekin outga chiqarib qo'ymoqda. Do'stlar, O'zbekistonning o'yini 23-iyun kuni 9:50 da Zo'r TV, Futbol TV kanal va Sport TV kanalida bemalol kuzatsangiz ham bo'ladi. Ronaldoga qarshi O'zbekiston. Lamine Yamal yana Salibaga pas. Saliba bu safar juda noaniq tepaga bosh bilan zarba bermoqda. Cristiano pressing qilmadi. Bastoni Ronaldoga pas. Ronaldo zarba yo'llaydi va gol uradi do'stlar. 2-0. Hisob yana ochilmoqda. Xo'sh do'stlar, bundan keyin asosiy tarkibda boshqa jamoaga qarshi o'ynaymiz. Hozircha zaxira tarkib ham yaxshi o'ynamoqda. Yomon emas, normalniy o'rtachada. Agressiv emas, uncha normalniy o'ynamoqda. Asosiy tarkibni ko'ramiz do'stlar. Voy, bu ishdan keyin to'p varataning ustuniga tegib qaytmoqda. Cristiano Ronaldo zarba bergan edi. Vitinha Lamine Yamalga pas. Lamine Yamal ko'taradi Ronaldoga. Ronaldo zarba yo'llaydi va 3-0 do'stlar. Cristiano Ronaldo dubl qilmoqda. Hozir Vinicius bo'lmasa endi. Qayerga pas? Nima bo'ldi? Kimga beryapti? Ronaldo uncha to'p raqibning oldiga bormadi. Lamine Yamal Cristianoga pas har doimgidek, chunki striker. Ronaldo zarba yo'llaydi va zarbani qaytarmoqda do'stlar. De Graf, Zvole varatalisi. Ronaldoga pas berib qo'ydi raqib jamoa bizni o'yinchimizga. Ronaldo zarba va chap oyoqda juda qattiq tepib yubormoqda. Birinchi taym ham tugashiga 10 sekundlar qolibdi. Soniyalar. Ronaldo xatoni to'g'rilamoqchi va to'g'rilaydi ham do'stlar. 4-0 Ronaldo hat-trick erishmoqda do'stlar. Yaxshi zaxira tarkib. Birinchi taymdan 4-0 qilmoqda. Ikkinchi taym ham boshlandi do'stlar. Biz endi nargi varata tomondan bo'ldik. Lamine Yamal to'pni yutib oldi, duelda yutdi. Pas beradimi Ronaldoga va zarba yo'llaydi va yana Zvole varatalisi. Bunday oddiy zarbalarni qaytarib qolmoqda. Chalhanoglu Cristianoga pas. Cristiano Lamine Yamalga. Lamine Yamal endi aylantiradi va tepadi, yana qaytarmoqda do'stlar. Nimasi bu Yamal? Viniciusni Mbappega almashtiryapti. Yo'q, biz almashtirmaymiz. Mbappe o'zining asosiy tarkib jamoasida tushadi. Vitinha. Yaxshi, xatomiz to'g'rilanib ketdi. Faqat Yamal zarbasini qaytaryapti bu varatalis.
Do'stlar, bilsangiz kerak, Barselona bitta o'yinchi Anthony Gordon uchun 85 million yevro sarfladi. Real 4 ta o'yinchi uchun 80 million sarfladi, do'stlar. Xo'sh, bitta narsaga e'tibor bermangiz yana gol Saliba menimcha dubl qildi. Ha, dubl qildi, do'stlar. Bellinghamni Fernandes kelyapti. Yo'q, Bruno Fernandes ham asosiy tarkibdan. Shuning uchun u ham asosiy tarkibda tushadi. Va sal qattiqroq tepilyapti Abduqodir Husanov. Bellingham Husanov xatosini to'g'riladi. Bu yerda Lamine Yamal ham yomonroq o'ynadi. Ronaldoni Dembelega almashtirasizmi deyapti. Yo'q. Bu yerda do'stlar qoida buzildi. Sariq kartochka ham berilmadi. Yaxshi. Cristiano pressing qila olmadi. Kayo Hernandez yaxshi to'pni to'xtatib qolmoqda, lekin pasi sal yomonroq chiqdi. Vitinha to'pni olib qo'ydi va Ronaldoga pas berdi. Cristiano endi katta tezlikda ketmoqda. Yamalni Dembelega almashtiring deyapti. U ham asosiy tarkibda tushadi. Yamal ichkariga uzatdi. Yo'q, Viniciusni bo'yi yetmadi, do'stlar. Bu yerda Haaland bo'lish kerak edi, do'stlar. Haalandda bo'yi bemalol yeta olardi. 1.95. O'yin tugashiga oz daqiqa qoldi va Ronaldo 6-0 hisobda ochmoqda, do'stlar. Yanada yiriklashib ketdi, do'stlar. 6-0. Kanada va Qatar ham 6-0 bo'lgandi, do'stlar. Jonatan Daviddan hat-trick qilgan edi. Xo'sh, do'stlar, o'yin ham o'z nihoyasiga yetdi. 6-0. Katta hisobda yutdik. Zaxira tarkib 6 ta gol urmoqda. Xo'sh, Marco Kurella Real Madrid futbolchisi keldi. Real Gutda bildilaring buni, do'stlar. Semenyo Manchester City o'yinchisi keldi. Cameron Lig endi asosiy tarkibni tushira olaman, do'stlar. Hozir bu yerda mana do'stlar asosiy tarkibni ham tarkibga tushirib oldim. Endi Aberdeen klubiga qarshi o'yinni boshlaymiz, do'stlar. Oppoq kiyimimizda asosiy formamizda o'ynaymiz. Hozir akkauntimizda 642 marta, ya'ni 3 marta matchdan so'ng akkauntimiz 48 deb bo'lar ekan. Yaxshi natija, do'stlar. Qani bo'lmasa, ikkinchi o'yinni ham boshlaymiz. Aberdeen klubiga qarshi bizni asosiy tarkib, do'stlar. O'yin oxirigacha 6-0 yutgandi zaxira tarkib. Endi asosiy tarkibni ko'ramiz, do'stlar. Mbappe ko'taradi. Haaland, do'stlar, hisobni 4-daqiqadan ochib ketmoqda. Hisob 1-0. Asosiy tarkib o'yin boshlanganidan agressiv o'ynamoqda ancha. Bruno Fernandes bu yerda to'pni olib qo'ya olmadi. Mbappe bu yerda chap qanotdan ketmoqda. Ko'taradi va Haaland, do'stlar, to'p ustunga tegib qoldi. Ya'ni shtankaga bosh bilan zarba bergan edi. Desali Mbappening zarbasini qaytarmoqda va out. To'p maydondan chiqib ketdi. Hakimi Haalandga pas. Haaland yana Mbappening zarbasini qaytarmoqda. Mbappe zarbasi qaytarildi. O'yini ancha cho'kib bormoqda, do'stlar. Asosiy tarkibni Haaland yana zarbani qaytarmoqda. Varatalis juda yaxshi o'ynamoqda. 2-0, do'stlar. Haaland dublga erishdi. Hali 31-daqiqa, endi 32ga o'tdi. To'p maydondan tashqariga chiqib ketdi. Hakimi Van Dijkga pas, Van Dijk Dembelega. Dembele to'pni ko'taradi Haalandga. Haaland 3-0, do'stlar. Haaland hat-trickga erishmoqda, do'stlar. Hammasida boshda urmoqda. Bosh hat-tricki desak ham bo'ladi. Endi o'ng oyog'i va chap oyog'ida gol ursa,
mukammal hat-trik bo'ladi do'stlar. Hat-trikdan o'tganu, lekin juda yaxshi, mukammal bo'ladi. Van Dijk, Hakimi to'pni ko'taradi. Haaland 4-0 do'stlar. Poker, Haalanddan poker do'stlar. 80 rating. 4-0 do'stlar. Hali lekin o'yin tugamagan. Ancha agressiv o'ynamoqda endi. Shu o'ng qanot juda yaxshi ishlamoqda bizda. Yana ketdi Valverde. O'ng qanotdan o'zi ketmoqda yana. To'pni ko'taradi va Haaland Xolodbek To'rayev. Mayli, endi poker qilganlarga yarashaveradi do'stlar. Birinchi taym ham o'z nihoyasiga yetdi. Xo'sh do'stlar, ikkinchi taym ham boshlandi. To'pni aberdinliklar o'yinga kiritmoqda. Hali 2 gol orqadamiz zaxira tarkibdan. Haaland, Dembelega pas, Dembele o'ng qanotda to'pni olib qo'ydi baribir. Dembele zarba yo'llaydi va gol uradi do'stlar. Hisob yiriklashishdan ham yiriklashib ketmoqda. 5-0. Katta hisob. Endi Bruno Fernandes Irvainga almashtiring deyapti. Mayli, almashtirsak almashtiraveramiz. Mendes bu yerda. Gabriel Fernandes to'pni olib qo'ymoqda. Qayerga pas? Haaland. Mbappe chap qanotdan ketmoqda. Haalandni ichkariga kirishini kutadi. Haaland zarba yo'llaydi va gol uradi do'stlar. 6-0 do'stlar. Zaxira tarkibiga yetib oldik, tenglashib oldik. Yana bir gol ursak agar zaxira tarkibga comeback bo'lar ekan. Bu yerda Desayli pressing. Yana pressing qila oladimi? Yo'q, bu safar emas, faqat Irvain yaxshi o'ynab to'pni olib qo'ymoqda. Endi chap qanotimizdan yaxshi. Dembeleni almashtirasizmi? Ko'p o'rayapti. Mayli, almashtirsak buni ham almashtiraveramiz. Dembele zarba, Vartalis yana qaytarib qolmoqda. Irvain Dembelega pas. Dembele Haalandga. Haaland zarba. Yo'q do'stlar. Himoyachilar zarbani to'smoqda. Haaland himoyachilardan o'ta olmayapti. Umuman o'ta olmayapti desa ham bo'ladi. Zarba Haaland 7-0 do'stlar. 2 marta hat-trik menimcha, 2 marta hat-trik. Erling Haaland chap oyog'ida gol urdi, endi o'ng oyog'ida ursa ham bo'ladi do'stlar. Zaxira tarkibdan o'tib ketdik. Ya'ni comeback. O'tib ketdi. O'yin tugashiga ham ozgina soniyalar qolibdi. Hakimi tepaga ko'tardi va Haaland juda tepa. Judayam tepa do'stlar. Katta xato. Haaland Mbappega pas. Mbappe, nima bu Mbappe? Mbappeligini qildi baribir. Xo'sh do'stlar, o'yin tugadi menimcha. Ha do'stlar, o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Zaxira tarkibga qaraganda asosiy tarkib agressiv o'ynab, lekin ozuncha emas, ko'pgina xato qilib 7-0 qilib, zaxira tarkibida bir to'p va bir gol orqali orqada qoldirib ketmoqda. O'yin ham o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Bu yerdan sovg'alarni olib olamiz. Jul Kunde, Barselona futbolchisi, Heung-min Son, Los Angeles Amerika klubidan Francisco Conceição, Juventus. Do'stlar, bu yerda o'z bergan kuchaytirgichiga o'yinchini kuchaytiramiz. Erling Haaland 88 bo'la oladimi? Yo'q do'stlar, yana ozgincha yetmadi. Xo'sh do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Keyingi videomiz ham shu ertadan keyin, ya'ni bo'lmasa 4 kunlardan keyin chiqib qoladi do'stlar. Videoga like bosib, komment yozib, reaksiyalar bosib, like'lar bosib, obuna bo'lib keting do'stlar. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling do'stlar.